Oyda asabkamiz keldi. Voy o'la, nima bu? Siz idealizda kelin topolmaganim uchun robot zakaz qildim. Voy. Endi buni qanday yoqar ekan? Ni hao. Voy, buni xitoycha gapiryapti-ku. O'zbek tilini tanla. Qanaqa qiladi buni bilmayman. Birda bos, birda. Oyi buni bluetoothga ulash kerak birinchi. The Bluetooth device triggered successfully. Assalomu alaykum. Men sizni chamanchori keliningizman. Buning keliningizman dedi-ku. Bo'lar ekan-ku mana. Voy buni nastroykalari ko'p-ku. Sizga qanaqa kelin kerak, oyi? Mangami? Moyim tugab qoldi deb hadeb oldinga qatnamasin, zavodiga bormasin. Kechqurun uxlab xurrak yotganda ertaga nima ish buyurishimni bilsin. Ana. Chamanchori xizmatingizga tayyor. Temur xotin chenga yoqmadimi? Nima kulmayapti? Katrasi menga shunaqa kulib turadigan kelin kerak edi. Boring, tezroq ishlaringizni qiling, qatayib turmasdan. O'g'lim, qatal zakaz qilding? Bir ilovasidan. Buni nima qilyapti? Dordagi kirlarni olib keldi shekilli. Jalalik pavuga ekan-ku buning. Bir ilovasini o'rnatib keling, hozir kelaman. Voy, yaxshiyam, bir ilovasi bor ekan. Tez sotib olsa bo'lar ekan. Komissiyasi 0% ekan. Eng yoqqan tomoni ham sotib olsangiz bo'lar ekan, ham sotsangiz bo'lar ekan. Voy, tanlov va imkoniyatini qarang, qancha vibri ko'p ekan-a. Qaynota robot. To'qqa qo'lingni tiqib oldingmi? Endi kelindan yolchidim degandim-a? Sizga temir kelin to'g'ri kelar ekan, menga to'g'ri emas ekan.